Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Xitoy davlatidan yetib kelgan vitrina xodinligimizda go'sht mahsulotini qo'yib, birgalikda bir sutkada holatini qanaqa holatda ushlab turishini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib o'ting va yurakchani qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Mana go'sht qo'yib vitrina xodinligimizda sinab ko'ryapmiz. Go'shtning holati va bir sutkadan keyin yana kadr qilamiz. Go'sht holatini birgalikda ko'ramiz. Soat 8 da qo'ydik. Bir sutkadan keyin yana video joylaymiz. Mana hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, 8:19 bo'ldi. Bugungi soat mana 12-noyabr, 11-kun qo'yganmiz. Va -6 gradusda ishlayapti videomiz va go'shtimizni holati mana. Qo'ygan go'shtimizni holati. Holatini yo'qotmagan. Kimga shunaqangi sifatli bo'lgan vitrina xonadonlarimiz kerak bo'lsa, telefonlarimizni video ostiga qoldirib o'tamiz. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. 12 ta viloyatlarga kelishuv asosida dastavkani qilib beramiz. Salomat bo'ling.